Kecha 10 ming bo'lgan narsa bugun 12 ming. Bu shunchaki tasodifmi yoki iqtisodiy qonuniyat? Iqtisodiyotda bu holat inflyatsiya deb ataladi. Ya'ni narxlarning umumiy o'sishi. Muhimi, bu bitta mahsulot emas, balki deyarli hamma narsaga ta'sir qiladi. Oddiy qilib aytganda, bozorda pul ko'payadi, lekin mahsulotlar soni o'zgarmaydi. Natijada har bir mahsulot uchun ko'proq pul to'lashga to'g'ri keladi. Masalan, 10 ta odam va 10 ta non bor. Narx muvozanatda. Endi tasavvur qiling. Odamlar qo'lida pul ko'paydi, lekin non soni o'sha. Endi hamma non olishni xohlaydi. Sotuvchi esa narxni oshiradi, chunki talab ko'p. Taklif esa cheklangan. Inflyatsiya faqat pul ko'paygani uchun emas, yana 3 ta sababi bor. Birinchisi, ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi. Yoqilg'i, elektr, xomashyo qimmatlashadi. Keyingisi valyuta kursi o'zgarishi. Import mahsulotlar darhol qimmatlashadi. So'nggisi esa talabning keskin oshishi. Ya'ni odamlar ko'proq sotib olsa, narx ko'tariladi. Shuning uchun siz bozorda ko'rayotgan narxlar faqat sotuvchining xohishi emas, bu butun iqtisodiy tizimning natijasi. Rivojlangan davlatlarda inflyatsiya odatda nazorat qilinadi, lekin rivojlanayotgan davlatlarda u tezroq seziladi. Sababi iqtisodiy tizim hali to'liq barqaror emas. Shuning uchun asosiy savol narxlar emas. Savol sizning daromadingiz inflyatsiyadan tezroq o'syaptimi yoki o'rta qolyaptimi?